Yaxshi sizlar ko'pchilik bugun tayyorlamoqchi bo'lganimiz bo'lsa qo'noq cho'churisi oldi bilan shunga o'xshash qo'y go'shtini tayyorlab olamiz. Qo'y go'shti tayyorlagandan keyin buni to'g'rab shuni ko'rsatilgandek holat to'g'rab qiyma qilib olsak bo'ladi. Qiyma qilib olgandan keyin to'g'rab tayyorlangan piyozni solib tekshir aralashtiramiz. Tekshir aralashtirib bo'lgandan keyin bunga ta'm berishni boshlaymiz. Tuz, oq murch, qora murch, zira qatorliq materiallarni solib buni tekshir elishtiramiz. Elishtirgandan keyin bu qiymaning sho'rpiliq ta'mga chiqish uchun buni oz miqdorda so'qib buni tekshir aralashtirib musharat kelguncha elishtiramiz. Keyinidan biz bunga qo'noqni az miqdorda bug'doyning ikkisini elishtirib va cho'g' bilan tekshir aralashtirayotgandan keyin bunga az miqdorda tuz solib bo'lgandan keyin qizg'iq qaynoq suv bilan cho'g' bilan aralashtirish orqali buni xamir qilib olamiz. Xamir qilib bo'lgandan keyin chamg'urni to'g'rab tayyorlab olib qaynoq qozonga qo'yib o'tamiz. Tayyorlab olgan qiyma bilan tayyorlab olgan qiymaning mushalatda qo'noq cho'churisini tugib tayyorlasak bo'ladi. Qo'shmaganlik usulü bir tane yürekli besletkendiğin için muşunu filmini to'liq ko'rib bundan foydalansanlar va oilada aytib sanab baksanlar bo'ladi. Kunda muşunga o'xshash tamoqlar yo'llanib turdi. Qo'shmaganlik usulü bir tane yürekli besletib, so'ngra ayniga qo'l belgisi bir raqam yo'llab qo'ysanlar